Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Shamna Begzod bolalar, mening singlim Shamnam bolalar. Shamnam bu yerga kel. Xo'p, bolalar, bugun biza quruvchilar jang o'tkazamiz. O'zlar zamonni nimaligini bilsanglar kerak. Xo'p, Shamnam o'zing tarafingga borishing mumkin. Bolalar, men bu devorda qancha vaqt o'tganimni bilasizlarmi? Yo! Bu haqiqiy azob edi. Mayli, Shamnam o'zing tarafiga borsin, men o'zimning tarafimga. Shamnam, bordingmi? Bordim. Demak, biz uy qurishni boshladik. Birinchi navbatda bolalar bizga kimlik chiroyli chiqishini esa bolalar kommentda yozib qoldirasizlar demak, tamam. Xo'p, bolalar, birinchi navbatga biz mana bunday uy qurishni boshlaymiz. Shamnam o'zim quraversin va men o'zimning uyimni qurib bitkazgandan so'ng bolalar sizlarga ko'rsataman. Xullas, shuni shundoq qilib chiqamiz. Ну, нормальный. Keyin Kim bu bola? Ko'zi qora. Kim bu bola? Shu yerda bitta shu anash qo'shib ketmasa bo'lmaydi. Bola, men nima polga mana bunaqa qo'yni yungini ishlatyapman. Nega desangiz bolalar, biza hozir baribir uni uyda yasagandan keyin mana bunaqa sho'llar qilib chiqishimiz kerak. Sho'lchalar. Bola, bilasizlar, yunglar nima qo'yni yungi xuddi sho'lchaga o'xshaydi. Shuning uchun sho'lcha emas, qo'y yungi qilib qo'ya qolamiz. Bola, mana bunday bo'lishi kerak degan xulosaga keldim, chunki qancha yorug' bo'lsa shuncha yaxshi. Bola, qalay chiqyapti uyim? O'zi Shamnamnikini ham video davomida ko'ramiz. Shabi qalay uy quryapman deb o'ylaysan? Shamnam zo'r, men ham zo'r deb o'ylayman. Buni esa obunachilar qiladi bolalar. Kim zo'r qursa o'shani yozib ketinglar. Bolalar, marhamat, men uyimni qurib bitkazdim bolalar. Endi ukamnikini ko'rish qoldi bolalar. G'ol emas, men o'zi tanishtirib chiqay. Bolalar, mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda spalni yotamiz. Bu yerga mana masallar kerak emas. Sandalar, pechkalar, mana damlamalar. Bu yerda esa bolalar biz cho'milamiz. Mana cho'milib bo'ldi, yetadi. Ko'rganingizdek bolalar, mana o'zi. Xo'p bolalar, mana endi Shabinikini ko'ramiz. Shabi, tayyormi? Xo'p, mayli, kutamiz. Bolalar, mana Shamnam o'z uyini qurib bo'ldi. Qani Shabijon, tanishtir. Oho, mana bu narsalarni qo'yib olay, to'xta. Yo'q, men ham narsa qo'ymoqchi edim, mayliki. Wow, basseyn, ajoyib. Basseyn, zo'r. Qani endi mening nimamga borishni istaysanmi? Ketdik mening uyimga. Qani yur. Kelyapsanmi? Xo'p, mening uyimni ko'rib sen xushingdan ketasan. Shamna? Halo. Ke. Mana eshigim, bera. Bir ko'rgandan kelasan. Ke, mana eshik. Kir. Qara, bu yotoq, bera gullar, bular sandiq, verstak, pechka. Bera eng asosiysi beraki. Maza qilib cho'milsang bular beraki. Kir. Mana. Qana. O'zi kim tozalanadi cho'milgandan keyin. Qanay. Endi hammasi qochib tur.
Meniki chiroyli-ku. To'xta endi ke. Obunachilar bilan xayrlashib olaylik. Bolalar, damaga xayr salomat bo'linglar. Biza Shamnam bilan Begzod edik bolalar. Shamnam taklif berdi-da mening uyimga xayrlashing deb. Bolalar sizlar yozib qo'ydinglar kimning chiroyli chiqdi. Bolalar Shamnam endi 2 yoshga, yastab 2 yosh deyman. Shamnam endi 6 yoshga kirdi. Bolalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.